Assalomu alaykum qadrli futbol muxlislari, xayrli kech aziz do'stlar. Biroq amalda, maydonda qanday kechadi? Buni endi oldindagi turlar, o'yinlar ko'rsatib beradi. Sho'rtan o'ylaymanki, oxirigacha harakat qiladi. Bu esa Ultras Burgut Andijon, garchi muxlislar odatdagidan kamroq bo'lsa-da, mana umumiy ko'rinish, jamoaning ashaddiy muxlislari o'sha Ultras Burgut. Ikki jamoa vakillari, 3 jamoa vakillari, hakamlar jamoasi ham bor, bir-birlariga omad tilashmoqda. Barchaga omad tilaymiz. Eng avvalda tomoshabob o'yinni taqdim etishi kerak. Ibrohim Ismoilov so'nggi ishora va hushtak chalindi ham do'stlar. O'yin boshlandi. Omad ikki jamoaga ham va tarkiblarni tanishtirib o'taman. Jo'raqo'ziyev aniq uzatma, balki davom ettirsa bo'ladi markaz bo'ylab, agar to'pni saqlab qolsa futbolchi. Uzatma ham berdi, hattoki chap qanot jarima maydonchasi ichiga to'p kirdi. Xavfli vaziyat, zarba gol do'stlar. Dastlabki daqiqalarda Andijon, Otabek Jo'raqo'ziyev. Balki to'rtmidan yoshiga ishora qilyaptimi? Hozir ko'ramiz. Mana bu yerda Otabek boshladi, keyin Sheriga qanotga o'tkazildi juda chiroyli tarzda. Va ko'p ehtimol bu yerda Bektemir Abdumannonov uzatma amalga oshiradi. Ha, xuddi shunday. Assistlar egasi desak bo'ladi Andijonda. Bektemir ham mualliflik qilmoqda bu golga. Endi esa qanot o'zgartirilmoqda umuman. Hujum yo'nalishi, biroq to'pni to'xtatishda texnik xatoga yo'l qo'ydi Sho'rtan vakili Usmonali Usmonaliyev. Imkoniyat birga bir chiqib borishi mumkin. Zarba va gol! Usmonaliyev ikki yo'nal. Ana shunday. Juda chiroyli uzatma birinchi pas. 7-chi tomon qadam tashlayapti jamoa. Yo'q, afsal qilgan mumkin emas. O'yinchilar orasidan, ortidan chiqib keldi Usmonali. Mana bunday zarba yo'lini darvozabon ham bu yerda baribir qutqarish mumkin edi chamamda. Tomurodov hamda Abdumajidov qolib ketdi, Ishbutayev esa qutqarmadi. Bor alamini hozir Sho'rtandan olish mumkin. Hammasi birinchi tarafdagidek ekan. Darhol boshladi. O'zorliklar, Mamasidiqov chap qanotda, uning qarshi raqib futbolchisi bor. Ohista qoldirildi-yu, lekin maydon tark etmadi. Bunda imkoniyat bor va golda gol. Voh, qanday imkoniyat! Va gol! Qoyil 2-1. Po'latxo'ja Xoldorxonov. Mana e'tibor qarating. Mana bu Temur Mamasidiqov. Uzatma 55-raqamdagi Purmuhammadov. Keyin esa 21-raqamda voy chiroyli, voy alohida ko'rsatishgandi bizga Ibrohimovni. Muhammad Azizdan uzatma, e'tibor qarating. Aylandi. Bu endi balki zarba yo'llagandir, ammo keyin uzatmaga aylanib ketdi. Voy. Va yog'iga endi Po'latxo'ja ochiq darvozaga gol uryapti. Himoyachilar voqealarning bunday rivojiga tayyor emas ekan Andijonda. Zo'r o'yin hatto. Shunaqasini kutganda ustunga ham tegdi. To'singan. Ajoyib uzatma va imkoniyat bo'lishi mumkin. Yiqildi futbolchi, hakam nuqtani ko'rsatmoqda. Vaziyatga yaqin edi. 3-raqamdagi Sultonmurodov ham kechikdi. Bu yerda endi to'pga o'ynamagan ekan. To'p chunki ancha oldinroqda edi. Shohruxjon Ishbutayev Sho'rtan darvozasidan. Damir Temirov to'p oldida. Hushtak chaldi. Temirov zarba va seyv! Ishbutayev qutqaryapti. Jamoasini o'yinda olib qolyapti va penaltini takror bizga namoyish etishmoqda. Boshqa rakursdan. Jamoa sardorlarining hozircha omadi kelmayapti. Biri sariq kartochka oldi, boshqasi penaltidan foydalana olmadi, garchi o'zi ishlagan bo'lsa ham. Markaz Azmiddinov yana oldinga chiqqanda yiqildi, qoida buzilmadi deb hisoblanmoqda. Uzatma. Darvozabon to'pni o'tkazib yubormoqda. Bunaqasi qimmatga tushishi mumkin. Jon muxlislarning yuragi bir zum to'xtab qoldi. Mana qarang, hammasi joyida. Nima bo'ldi bu yerda? To'p shunday oyog'ining ostida yerga tekkandi. Uzatmaning o'zi ham berildi mana. Juda ham baland. Lekin yetib keldi futbolchi.
To'katayev kurash davom etmoqda. Sho'rtan vakillari qoidani buzmasdan egallab olishdi. Narzullayev zarba rikoshет va gol! 2-2. Qoyil, mana o'yin sizga, mana Superliga va mana outsiderlar ishtirokidagi o'yin go'yo. Jadvalning ikkinchi qismida boryapti. Hisobni qisqartirgach, yana oldinga o'tganini, burchak zarbalarini birinchi emas, bir necha bor ijro etganini e'tirof etish kerak. To'katayev uzoqlashtirgandi, keyin esa to'pni tepib yubora olmadi Xulomov. Mana bu yerda esa Narzullayev, xo'sh, va Otabek. Jo'ra Qo'ziyev. Avtogol sifatida baholanadi, menimcha. Yo'nalishni butkul o'zgartiryapti. Endi albatta istamaganda Otabek to'rtta gol ko'rdik. Hatto oldinlab ketishlari mumkin. Andijonda imkoniyat, xavfli vaziyat, e'tirozlar bor, ammo to'p maydonda davom etish kerak. Andijon, Azmuddinov zarba va himoyachi to'p yo'liga tashlandi. Yana qo'llar baland ko'tarilmoqda va tanaffusga jamoalar 2-2 hisobida yo'l oladigan ko'rinadi. Shunday markazni ko'rsatdi uchrashuv hakami va bizda 2-2 hisobida davom etayotgan ajoyib uchrashuv bor. Men o'ylayman, hamma maydondagi o'z ishini a'lo darajada uddaladi. Davom etish kerak. Mana bu hushtak shuni anglatadi. Tarkiblarni tezda yodingizga solaman. Keling endi. Bundan avvalroq esa Mashal Xorazm bahsi 0-3 hisobida nihoyasiga yetdi. Bu jadvalning o'sha quyi qismida borayotgan jamoalar ishtirokidagi o'yin. Po'latxo'ja Xoldarxonov yaxshi imkoniyatga ega bo'lishi mumkin. Tezlikda negadir pasaydi, ammo davom ettirmoqda. Xoldarxonov rikoshet. Andijon jamoasi esa borida hujumga o'tmoqda. Chapdan ichkariga uzatma Toyirov tomonidan amalga oshirildi. Xavfli vaziyat. Yaxshi imkoniyat edi. Usmonaliyev ikkinchi golni urishi mumkin edi. Bugungi uchrashuvda yana bir urinish. Chiroyli zarba gol! Do'stlar, Usmonaliyev. Takroran ko'ramiz. Hammasi chap qanotdan boshlangandi. Toyirovdan uzatma. Mana bu yerda Usmonali yaxshi zarba yo'llay olmadi, ammo to'pni saqlab qolishdi. Otabek adashmasam, yerda ichkariga pas. Wow, qanday chiroyli. Bektemirdan yana bir assistmi? Yo'q, bu boshqa futbolchi. Mana bunday pas. Juda chiroyli. Ikkinchi gol Usmonali tomonidan. Va uzatmani Abdurahmon Komilov berdi do'stlar. Zaxiradan hozir maydonga tushgan futbolchi yiqildi. Andijon vakili o'rnidan turdi, deyapti hakam. Xonofdan uzatma. To'pga o'ynadimi bu yerda? Borib ko'radi. To'rt burchak chizildi, borib ko'radi hakamning o'zi. Mana sizga turli rakursdan kadrlar. O'ng oyoq to'pga, chap oyoq esa raqibga tegayotgandek. Penalti. Gol istayapti stadion. Ruxsat bor. Doniyor zarba va gol. 4-2. Juda kuchli. Adashmasam markaz bo'ylab zarba yo'llan. VAR aralashib qaror qabul qilinguncha, shunday holatlarda stadionda fonda muxlislarning qo'llab-quvvatlashi, qo'shiq kuylashi baribir yordam beradi. Tasavvur qiling, hech narsa yo'q stadionga shunday holat kuzatilsa. Ko'p ko'rganmiz. Yo'q, zarba juda markazga emas, darvozama hatto yo'nalishni topgan, ammo qaytara olmadi. Andijonda Eldor Adhamov, darvozabon. Abubakir Ashurov imkoniyat, Xoldarxonov zarba va gol. 4-3. Nimalar bo'lyapti o'zi Bobur Arenada? 7 ta gol. Hujumning boshlanish nuqtasini yo'qotib qo'ydi. Mana bunday. Qarang. Nima bo'ldi? Himoyachilar bir-biriga ishonib qoldi. Darvozabonga uzatma beraman deb raqibga to'pni shunday tashlab beribdi hozir Andijon futbolchisi. Bu assist muallifiga aylangan. Zaxiradan maydonga tushgan Abdurahmon Komilov. Unda endi 2 assist, bittasi oddiy assist, ikkinchisi avto assist. Endi avtogol bo'ladi-yu do'stlar. Avto assist ham bo'ladi. Hatto Andijonda imkoniyat, jarima maydonchasi ichiga emas, biroz tashqariga. Bu yerdan zarba yo'llandi va mana endi ichkariga uzatma, xavfli vaziyat, chiroyli harakatlar, zarba bo'lishi mumkin. Futbolchi yiqildi, hakam o'rnidan tur demoqda bu yerda ham. Muhammadov. Kurash. Ikki tomonlama kurash.
Hakam ko'radi. Nimani? Penalti nima? Mana qiziq. Oyoq, oyoqqa tepyapti deb shunga ishora qilinmoqdami? To'rtburchak. Yo'q, davom ettiriladi. 4-3. Po'latxo'ja ham ancha to'liqmi ko'rinmayapti. Mana bu yerda yana mezbonlar. Uzoqdan zarba. Darvozabon egallab oladi. To'katayev. Bo'ldi. Andijon Sho'rtan 4-3. Oxirgi 15-20 daqiqada temp pastroq bo'ldi, lekin do'stlar, biz qanday 80 daqiqani ko'rdik. Do'stlar, bu uchrashuvni ham yodingizda saqlang. Ajoyib tomoshaning, spektaklning guvohiga aylandik va bu Bobur Arena. Bu yerda boshqacha bo'lishi mumkin emas. Do'stlar, Andijon muxlislarini g'alaba bilan tabriklaymiz. Jamoadoshlarimiz, bizning jamoa Sport telekanali Sport ijodiy birlashmasi va sharhlovchi Orif Tolipov bo'ldi. Ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.